Hakan, ben qaytdim. Svitoy uydamilar? Kim bu? Bacham-ku qamoqdan keldi. Bag'anlarga vashsha o'g'limiz o'zgarib ketibdi. Siz ham ancha qarib qopsiz meni o'ylab. Svitoyim ham yoshlari ancha o'tib qopti. Menda shuncha yil o'tdi. Qaytib sizlarning ko'zinglardan yosh oqishiga umuman qo'ymayman, ishonaveringlar. Hamsa, o'g'lingiz necha yil qamalgan? 2 sutka qamaldi, o'tgan kun ketgan-ku. Ha, o nimaga qamalgan? Qo'ylar boqib chiqarib aydagan-tim ekan. Shunga paxta o'tib aydagan bu. Fermer yozib bergan ustidan, o'tgan kun ketgan-ku. Shunchami? Ha, o. Amakimga ne unaqa bo'lgan paxan? 2 yil oldin unaqa emasdilar-ku. Bilmasam, nima o'ylabsan chori? Bo'ynimda grijam bor, shuni tushirolmayman. Paxan hamma do'stlarim meni sotib ketdi. Shuncha yil o'tirib bitta narsani tushundimki, ota-onadan 2 sutka o'tirding-ku, kuchuk. 2 sutka o'tirding-ku, joni ham tegding-ku. Nima chizib tashlading? Tananga, nima bu? Tanimayapsizmi o'zingiz? Ada oila o'tishga rasmimiz esdalik uchun chizdirdim-ku. Bu onangmi bu? Ha, mana siz. Bu shanmi bu? Ha, men. Menmi bu? Ha. Kastimim qani men? Kastimim qani? Kastim nima chizmading? Hamsa, mana rasmimni chizmabdi-da. To'g'ri gapiring qani onasini, joni ham tegdingiz bor-ku. Bir. Rahmat hamsa, bo'ynim qimirlashib qolibdi, lekin